Assalomu alaykum qadrdon YouTube kanali a'zolari. Mana bugun 30-sentyabr 2025-yil mana navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu laboni ichlariga polni uloqsiz listlardan qoplatilgan. Mana polni orqalari konteyner pol, poligacha shumka, polini tagiga taxta panellar qilingan. Mana hech qanaqa bukilish degan narsalar bo'lmaydi, uloqsiz qilingan. Mana bu joyda mana konteyner pollar joy-joyida qilingan. Bu narsa qattiq zarbada tormozaga tegadigan bo'lsa, bukilmasligi uchun shu narsalar qo'yib ketiladi. Yo'llari ham polni 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda, ochganda qo'lda ilinmaydi. Va bu joylariga akkumulyator zashta qiladigan sondiqlar bor. Xuddiki mana bunaqa sondiq bo'ladi. Alohida qo'yilaveradi unaqasi. Bunaqa dugalari ham bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Pol qismiga uloqsiz listlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Murojaat uchun mana ekranda ko'rib turgan raqamlaringga bemalol telefon qilaveringlar, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'ling.